Apelsin qalqondori Unaspis chitri-tomst. Bu tur hasharot teng qanotlilar, homoptera, turkumi, qalqondorlar, Diasptidae oilasiga mansub bo'lib, Osiyoning Suriya, Hindiston, Indoneziya, Malayziya, Vyetnam, Xitoy, Guandun shim. Xitoy, Yaponiya, Afrikaning Gvineya, Misr, Zair, Kamerun, Madagaskar, Mali, Senegal, Sierra Leone, Mavrika, Shimoliy va Markaziy Amerikaning Bermud oroli, Kuba, AQSh, Trinidad va Tobago, Yamayka, Janubiy Amerikaning Argentina, Braziliya, Venesuela, Kolumbiya, Urugvay, Avstraliya va Okeaniyaning Avstraliya, Garbiy Samoa, Yangi Zelandiya, Yangi Gebridlar, Sharqiy Samoa, Solomonovlar oroli, Taiti, Tonga, Fidji orollarida keng tarqalgan bo'lib, Argentinada 1938-yilda mahalliy zararkunanda deb e'lon qilingan. Bu zararkunanda tasodifan kelib qolganda sitrus ekinlari yetishtirilayotgan hududlarda, Qora dengiz bo'ylari, Kavkaz va Ozarbayjonda iqlimlashishi rivojlanib zarar etkazishi mumkin. Imago urg'ochisining tanasi cho'zinchoq, qornining birinchi bo'gimiga tomon kengaygan. Ko'kragining o'rtasi oldingi ko'kragidan ajralmagan. Bolak 3 juft bo'lib, birinchisi ko'p bo'lmagan chuqurlashgan pigidal joylashgan. Birinchi bolak choqqisi biroz tarmoqlashgan, cheti mayda tishli. Ikkinchi va uchinchi bolaklarning eshkagi yo'q. Qalqoni oq, cho'zinchoq, 3 ta kondalang bukriga ega. Yon tomonida aniq ajralib turadi. Qalqoni jigarrang, cho'zinchoq, orqangi tomoni oxiriga qarab kengayib boradi. Qisman qayrilgan, kondalang eshkak-simon. Lichinkali posti 2 ta. Tuxum fazasida qishlaydi. Yaponiyada 2-3 ta avlod berishi aniqlangan. Asosan sitrus ekinlarni, apelsin, limon, uzum shingilini, har xil palma daraxtlarini zararlaydi. Meva, shoxlar, poyalar, barglarga tarqalib, meva va barglar to'kiladi, ildizi yoriladi. Karantin tadbirlar va kurash choralari. Zararkunanda ko'plab tarqalgan mamlakatlardan urug' va ekish uchun mo'ljallangan ko'chatlarni O'zbekistonga keltirish man etiladi. Seleksiya va ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish uchun olingan materiallar introduksion karantin ko'chatzorlarda qayta tekshiriladi va zararkunanda borligi aniqlangandan so'ng ular yigib olinib, zararsizlantiriladi yoki kuydiriladi. Bu zararkunandaga qarshi Avstraliyada sinil kislota, Argentina va Kolumbiyada mineral moyli eritmadan foydalaniladi. Ko'chatlar tavsiya etilgan fumigantlar bilan fumigatsiya qilinadi. Bunda keltirilgan mahsulotlarda qongizlar bo'lishining oldini olinadi.